Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Behruzbek. Bu Minecraft Survival'ning ikkinchi qismi. Biz ana shu joydan davom ettiramiz. Yo'q qishloq. Do'stlar, men oldingi safar qishloqning yonginasiga kelgan ekanman mana. Yonginamda qishloq bor ekan, sezmagan ekanman. Ana bu safar videoni tugatishimga sabab esa telefonning quvvati oz qolgandi do'stlar. Shunga videoni to'xtatgandim. Bu yerda esa sabzi bor ekan. Bu sabzilarni men olaman chunki mening ovqatim kam. Hali bu qishloqda somon bormi, yo'qmi? Buni hech kim bilmaydi. Mana ko'rganingizdek, qishloqda hech qanaqa somon yo'q. Bu juda ham kichkina qishloq ekan. Bu nimaga buncha g'alati bo'y? Qanaqadir jarlikda paydo bo'lgan. Juda ham g'alati. Voy do'stlar, hech qanaqangi uyda birorta ham sandiq yo'q ekan. Menda izimrud yo'q. Do'stlar, menda izimrud yo'q. Narsa sotib olgani. Birinchi qismda nima bo'lganini ko'rishni xohlasangiz demoqchi edim. Bu kanalimga o'tsangiz, bu videoning birinchi qismi bor do'stlar. O'shandan tomosha qilishingiz mumkin. Oldin nimalar bo'lganini ko'rishni xohlasangiz, albatta. Mana do'stlar, hamma uyni tekshirib chiqdim, lekin bironta ham sandiq yo'q. Juda ham g'alati. Juda ham bema'ni qishloq ekan. Menga yoqmadi. Birorta ham sandiq yo'q. Bu qishloqning davomi. Menga bu qishloq yoqmay borayotgandi. Bu qishloqning davomi ham bor ekan. Bu yerdan samonlarni yig'ishtirib olamiz. Nimagadir do'stlar, obunachilar e'tibor bergan bo'lsangiz, narigi qismdan beri birorta ham kech bo'lgani yo'q. Nimagaligini o'zim ham bilmayapman. Nasrolkani to'g'irlash paytida bir nimalarni buzib qo'ydim. Shu uyda sandiq bo'lishi kerak. Mana bu uyda sandiq bor ekan. Hozir inventarni taxlab olay. Mana. Voy, yaxshi do'stlar. Bu yerda kiyim bor ekan. Endi bu kiyimlarni kiyib olamiz. Mana kiydim do'stlar. Yaxshi. Yo'q, bu uyda sandiq. Bu uyda ham yo'q. Bu uyda ham yo'q. Brat, nima sotasiz? Yo'q.
Hech bo'lmasa ozgina bo'lsa ham somon bor ekan do'stlar. Hozir biz o'zimizga non yasaymiz. Qanaqadir bayt bo'lyapti. Mana nonlarni pishirdik. 36 ta non. Bu bizga yetib ortiq ham qoladi do'stlar. Shuncha vaqt o'tdi, lekin men hali birorta narsa yoki birorta mob bilan jang qilganim yo'q. Nasrolkani bekor xullas Nasrolkani bekor buzibman. Nasrolkaga kirmasam bo'lar ekan. O golem. Bu bilan urushish menimcha yomon g'oya. Bu yer emas, bizni o'ldirib qo'yishi mumkin. Hozir spawn pointni bosib qo'yay. Bu hali meni o'ldirib qo'yish ham mumkin. Bu barzangi juda ham yomon. Men bu yerdan hozir 4 ta blok olaman. Mana endi yetarlicha uzoqlashamiz-da, tagimizga 4 ta blok. Mana endi bu barzangini yo'q qilamiz. Mana qani brat, bizga nechta temir berasiz? Nimaga buni urib bo'lmayapti? Va bizga 5 ta temir berdi. Ajoyib. Mening toporim toshdan edi, endi uni temir qilamiz. To'g'ri, menda temir bor edi-ku ya. Temirni eritishga erinayapman do'stlar. Minecraft qotyapti. Mana temir ortiq qoldi. B. Endi nima qilsam ekan? Endi men nima qilishim mumkin? Nima ham qilardik endi? Mana bo'ldi, hech nima yo'q. Hech nima yo'q. Tushib ketdi.
Mana hozir chiqib olamiz. Mana chiqdik. Bo'ldi. Mana. Nonni yeb oldik. Mana bu Qizilo'yga adashmasam kirganimmi yo'qmi? Esimda yo'q. Yo'q, kirmagandim. Bu yerda 3 ta oltin bo'lagi yo'q, menga kerak emas. Bu nimaning daraxti? Esimdan chiqib turibdi. Do'stlar, sizning esingizda bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Bu qanaqa daraxtning ko'chati? Esimdan chiqib turibdi. Menimcha shu savanna biomining ko'chati bo'lsa kerak. Savanna biomidagi daraxtning ko'chati bo'lsa kerak. Yana bilmadim.